onam hayotlar. Biz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishni xohlardim. Agar bitta orzungiz darrov amalga oshishini bilsangiz, nimani tilagan bo'lardingiz? Aktrisa bo'lgan bo'lardim. Заграница, chet elda yashash va o'qishashdi. Qaysi davlatda aynan? Ну, может, anada Koreya, может, Amerika. Bizda amalga oshsa bo'ladigan orzuim, men payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishni xohlardim. Tushimda ularni ko'rishni xohlardim. Birinchi o'rinda yoshligimni qaytib kelishini, chunki bizning yoshligimiz bilan hozirgi yoshlarning orasidagi hayotida juda katta farq bor. O'sha hamma shart-sharoitdan to'g'ri foydalangan bo'lardim. Shu ota-onamni hajga borish. Orzu qilgan qizimni topishdi. Shu ota-onamni rozi qilib hajga borishi, birga borishi. Tergov bo'limida ishlamoqchiman, ya'ni tergovchi bo'lish orzuyim. Hayotda eng zo'r baxtli bitta narsa bor. Farzandlarni baxt kamolini ko'rib, endi rahmatli otam o'tib ketganlar, lekin onam hayotlar. Mayli. Duosini olib qolishdi qizim. Shu. Rahmat.